Bu puldan faqatgina menga obuna bo'lgan obunachilarimgina yutib ola oladi. Hozir qanday qilib tushuntirib o'taman. Qani ketdik. Bilasizlar, mana bunaqa qizil seyf o'yinim bor. Telegram kanalimda bo'lib o'tadi. Nima qilasizlar? Hoziroq Telegram kanalimga kirasizlar va chatimizga kirib turib, mana shu seyf kodini topishga harakat qilasizlar. Diqqat bilan gaplarni eshitinglar. Mana shu kodni hammadan birinchi bo'lib yozsangiz, bu safar 20-turda 2 million birinchi topgan odamga, ikkinchi bo'lib yozgan obunachimizga 1 million so'm, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi va 7-chi bo'lib yozgan obunachilarimizga 100 ming so'mdan o'tkazib beriladi. Xullas tushunarli, o'yinimiz qonun qoidasi o'zgarmadi. Har doimgidek o'sha. Unda seyfda ozgina pul kamaydi. Nimaga? Chunki men o'zbek kartamga tashadim, 500 ming rubl tashadim. U kunda buni videosini ham ko'rsatdim. Shuning uchun ozgina seyfda pul kamaydi, zato kartaga tushgan. O'sha puldan obunachilarimga tarqatib boryapman. Buni hammalaring bilasizlar, skrinshotlar ko'rib boryapsizlar. O'ynagan o'ynab omadini sinayapti. Xullas tezda Telegram kanalimga o'tinglar, haligacha o'tmagan bo'lsalaring. Profilni shapkasida, storiesda hamma ma'lumotlar bor, silkalar ham bor. Tezda o'tib mana seyfni tavakkal kodini topishga harakat qilinglar. Aytilgan summalardan birini yutib olinglar. Chunki bu 20-turi ketyapti. Bu degani 20gacha 19 ta tur bo'lib o'tgan. Hammasi halol, hammasi chestni. Hoziroq kommentariyaga do'stlaringizni belgilaylar. Telegram kanalimga kirib, chatimiz orqali qatnashinglar. Chatimizdan g'oliblar tanlanadi. Hammaga omad. Omadinglar sinash absolyutni bepul. Kimgadir kichkinaroq summa nasib qiladi, kimgadir kattaroq summa nasib qiladi. Zato omadingizni sinasangiz bo'ladi bemalol Telegram kanalimizda. Hammaga omad.